Assalomu alaykum, qadrli muxlislarim, sog'-omonmisiz? Barchangizga eshik qoqib kelayotgan Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bugun sizlar bilan birgalikda foydali, ham barakali, ham mayonezsiz, oshqozonga botmaydigan salat tayyorlaymiz. Demak, boshladik salatni tayyorlashni. Biz birinchi bo'lib kartoshka pay tayyorlab olishimiz kerak. Maxsus chiqaradigan orqali kartoshkalarni mana shunaqa o'tkazib olamiz. Mana shunaqa ingichka, uzun bo'lishi kerak. Yoki bo'lmasam, xuddi shunaqa ingichka somoncha shaklida qilib turib to'g'rab olishimiz kerak. O'tkazib olgan kartoshkalarimizni sovuq suvga solamiz, suvda chayib olamiz. Men ikkita yirik kartoshka tayyorlab qo'ygandim, bittasini ishlatdim. Kartoshkani sovuq suvga solgandan keyin chayamiz. Yana suvni almashtirib, yana bir marta chayib olish kerak bo'ladi. Qog'oz sochiqqa kartoshkalarni yoyib olamiz. Kartoshkalarni suvdan yaxshilab siqib olinglar, suvi qolmasin. Qog'oz sochiqqa qo'ygandan keyin quritib olganimizdan keyin qizib turgan yog'da pishirib olamiz. Demak, mana yog' qizib turibdi. Kartoshkalarni solamiz, qizartirib olamiz. Kartoshkalarni aylantirib turamiz. Harakat qilamiz tekis qizartirib olishga. Qizargan kartoshkalarni cho'li yordamida yog'dan silqitib suzib olamiz va qolgan ikkinchi bo'lagini pishirishga o'tamiz. Bundan tashqari salat uchun bitta bodring kerak bo'ladi, uzunchoq bodring, bitta pomidor va ko'katlar kerak bo'ladi. Bodringni parak-parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz, keyin somoncha shaklida uzunasiga to'g'rab olamiz. Salatimiz juda ham barakali chiqadi. To'g'rab olgan sabzavotlarni chuqur idishga solamiz. Pomidorni bizga chetki qismi kerak bo'ladi. Bo'laklarga bo'lib olamiz va o'rtasini ajratib olamiz. Biz o'rtasini ishlatmaymiz. Faqatgina chetki qismini ishlatamiz. Shuning uchun iloji boricha qattiq pomidor ishlatamiz, yumshoq pomidor olmaymiz. Demak, mana orasidagi suvli joylarini ham olib tashlaymiz. Somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Ko'katlardan bizga ko'k piyoz kerak bo'ladi, kashnich kerak bo'ladi. Ikkalasini ham yarim bog'dan ishlatamiz. Hamda shpinat kerak bo'ladi. Pomidorni ham to'g'rab bo'lib qoldik. Buni ham chuqur idishga solib olamiz. Mana bodringni ketidan solib oldik. Mana endi ko'k piyozni to'g'raymiz. 1 sm, 1,5 sm uzunlikda to'g'rab olamiz. Va idishga solib olamiz. Mana endi kashnichni ham xuddi shunaqa to'g'rab olamiz. Uzunligi 1 sm bo'lsin. Bundan tashqari salatimizga 100 gram brinza kerak bo'ladi hamda qaynatib pishirilgan go'sht kerak bo'ladi. Mol go'shti ishlatamiz. Ko'katlarni to'g'rab bo'ldik. Hozir brinzani to'g'rab olamiz. Demak, uzun parak qilib bo'laklarga bo'lib olamiz va somoncha shaklida ingichka qilib to'g'rab olamiz. Brinzani atigi 100 gram ishlatamiz. Shunda ham bo'linib ketadigan brinza olmanglar. Kesilganda, mana shu somoncha kesganinglarda uzun bo'lib tursin. Ba'zi brinzalar bo'linib ketadi. Brinza haqida tushuntirish berib o'tdim. Ekranda ko'rib turganinglardek to'g'rab olamiz. Go'shtni pishirgandan keyin tuz sepib turib pishiramiz. Tuzi normalniy bo'lishi kerak. Hamda pishgan go'sht sovigandan keyin xolodilnikka qo'yib muzlatib olinglar. Yoki bir kun oldin pishirib qo'yinglar. Ana shunda go'shtni parak qilib bo'laklarga bo'lamiz va somoncha to'g'raganimizda bo'linib ketmaydi. Videoni boshida aytib o'tdim, yana bitta ko'kat solishimiz kerak, u shpinat. Shpinat solamiz deb aytdim, men baby shpinat ishlataman. Shpinat juda ham foydali, qoni kamlarga ham foydali, qabziyatni ham oldini oladi. Tayyorlab olgan kartoshka payini yarmini solamiz. Mana hozir salatimizning ustiga yarmini solamiz, yarmini bezatishga olib qo'yamiz. Shpinatlarni mana yaxshilab yuvib quritib olganman. Hozir endi sousini tayyorlab olamiz. Bizga olivka yog'i kerak bo'ladi. Qanaqa olivka yog' ishlatishimni ko'rsatib beryapman. Demak, 3 osh qoshiqda quyib olamiz. Shundan so'ng limonni suvini siqib olamiz. Men kichkina limonni yarimtasidan suvini siqib oldim. Yoki bo'lmasam 1 osh qoshiq limon suvi quyib olamiz. Tuz solamiz, qora murch solamiz. Hammasini keyin yaxshilab aralashtirib olamiz.
Demak, dressing deymizmi, sousi deymizmi, salatni tayyor bo'ldi. Endi hozir salatni aralashtiramiz, dressingini quyamiz. Barcha tayyorlab olgan narsalarimizni chuqur idishga solamiz. Shpinatni solamiz. Shpinat ovqat hazm qilishda ham juda ham katta rol o'ynaydi, yordam beradi. Demak, 100 gramm bir siqim shpinat ishlatamiz. Mana qolgan masalliqlarni ham solamiz. Aralashtirishga oson bo'lsin deb kattaroq idishga soldim. Ham barakali salat dedim-ku. Ko'payib ketdi salatimiz. Bodring pomidorlarni bittadan ishlatsam ham. Go'shtni ham 150 gramm ishlatdim. Ko'p go'sht ishlatmadim. Salatga dressingini quyib oldim, hammasini quydim. Mana endi yaxshilab aralashtiramiz, dasturxonga tortamiz. Qanaqa idishga solib tortish bular o'zingizlarning fantaziyalarga, tabiiylarga bog'liq. Ustini kartoshka pay bilan bezatamiz. Oddiygina, lekin juda ham mazali, barakali, ovqat hazm qiladigan, oshqozonga botmaydigan salat albatta tayyorlab ko'ring. Iftorlik dasturxoningizda hech ham sizni uyaltirmaydi. Aziz muxlislarim, yana bir bor ibodatlar, duolar oyi bo'lgan qutlug' oy, Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin. Ro'za tutishda Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Shunday qilib azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling.